ota-onamiz qanday ta'lim tizimida o'qishgan. Keling shuni ko'rib chiqamiz. Asosan 3 bosqichdan iborat bo'lgan. Birinchisi oktyabrlar, 1-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar hisoblanadi. Ularga asosan tarbiya o'rgatilgan va ularga majburiy bo'lgan mana shu yulduzchalik zinachokni toqib yurish majburiy hisoblangan. Ikkinchi bosqich esa pionerlar. Bu davrni juda ko'p ota-onalar eslashadi. Ko'p sho'xliklar qilishgan. Shu qizil galstuk va zinachokni toqmaslik evaziga juda ko'p maktabdan ham tayoq yeyishgan, gap eshitishgan, uydan ham va hokazo. Va birinchi sevgan qizi ham shu davrda bo'lishi mumkin. Va bu davrning asosan 4-sinfdan 7-sinfgacha oraliqni o'z ichiga oladi va bularning asosiy shiori butun dunyo proletarlari birlashingiz, ya'ni butun dunyo mehnatkash odamlari birlashib kuchli jamiyat quramiz degan ma'noni anglatadi. 3-bosqich esa bu 8-sinfdan to shu o'qishning oxirigacha litsey, kollej, uchirchi hammasini oxirigacha hisoblanadi. Bular komsomollar hisoblanadi. Bu davrda shu hunarga, kasbga o'rgatilgan ko'pincha. Va buni ko'proq ma'lumotni ota-onangizdan so'rab bilib olishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang.